Podpishka qilib kuzatib turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Like, podpiska bosib kuzatsangiz birinchilardan chiqqan mashinalarni ko'rasiz. Sotuvimizda 2016-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mashinasi. Mashinamiz birinchi kraskalarni tanishtirib o'taman. Mana shu kapot qismida ozgina petnosi bor. Mexanika korobka mashinamiz. 4 ta yangi balon qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Keyin mana shu orqa eshigini, mana shu moldingini pastida ham ozgina petnosi bor. Qolgan yerida chiqmaydi, xudo xolasa tekshirib olasizlar. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Salonlari polik, chexol, monitor, pultlargacha bor mashinamizda. Orqalarini ham ko'rishingiz mumkin. Orqalari ham chiroyli, akkuratni haydalgan mashina, nihoyatda zo'r holatda. Mashinamizda metan gazlari ham bor. Gazdan o'rnatilgan. Hech qanaqa xarajat qilmaysiz. Olasiz, gazini qo'yasiz, minasiz. Qiziqqanlar bo'lsa, pastki nomerga aloqaga chiqasizlar. Narxi ham yaxshi narxda. Shtrafini to'lab chiroyli minganlar uchun 3 yilga generalda yo'nalsam qilib beramiz. Narxi $6,900. Pastki nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bosing.